juda ham global muammo, aytmasam bo'lmaydi. Nega ko'p holatlarda baqirish duduqlanishga olib keladi? Tadqiqotlarga ko'ra, ruhiy bosim va psixologik travma bolalarda nutq muammolariga olib keladi. Jumladan, bu holatlar duduqlanish, logonevroz paydo bo'lishi mumkin. Bolaning miyasi atrofida emotsional muhitga juda sezgir. Masalan, bolaga baqirish, xavotirga soluvchi muhitda bola miyaning kortizol ajratiladi. Kortizol esa miya faoliyatida, xususan Broka va Venke zonalarida nutq va mas'uliyat markazlariga bosim o'tkazadi. Bu stress ostida bolalar nutq uzilishi, to'xtash yoki duduqlanish yuzaga kelishi ehtimoli oshiriladi. Duduqlanishda genetik, nevrologik va psixologik omillar birgalikka sabab bo'ladi. Ammo emotsional bosim, ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, bolalarda duduqlanish ko'p hollarda emotsional bosimdan kelib chiqadi. Baqirish bu vaqtinchalik intizomni olib keladi, ammo bolalarda uzoq vaqt davomida psixologik iz qoldiradi.